6000 dan tushirib beraman. 6000 dollar kami bor. 2019 4-paysa 175 ming yurgan. 113 ming kilometr bosib o'tgan 2019. 2018 111 ming yurgan 4-paysa yevro. 2023 61 ming kilometr bosib o'tgan. Puli-chi aka? Puli 7,5 beramiz. Puli yengilroq so'raganlarga 2021 35 ming kilometr bosib o'tgan 4-paysa. 2023 Cobalt so'raganlarga 106 ming kilometr bosib o'tgan. 2023 18 ming kilometr bosib o'tgan. Kraska tozami? 81 kilometr bosib o'tgan 2025. Yangisini so'raganlar ham bor edi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Andijon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Cobaltlardan syomka qildik. O'zi bozorda ham mashina kam. Qo'ldan kelgancha egalar ruxsat berganlardan syomka qildik. Bittadan like bosib qo'yishdi. Kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. 2019 dan boshladik. 4-paysada. Yurgani qancha buni aka? ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Probegi 175 ming. Motor ходовой коробкasi? Zo'r. Balonlari yaxshi holatda. Endi biz so'rab ketyapmiz, o'zingizlar bemalol kelib ko'rib ustinglarga tekshirtirib olaverasizlar. Mana 175 ming yurgan. Avtomat korobka, kovri bor, linon qilinmagan. Chexollari yaxshi holatda. Salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Buni gazi metan aka. 2019 4-paysa 175 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi uni oldi kirli almashgan aka. O'ng tarafmi? Orqa kirillosida restopga petnos bor, orqa kirillos. Bo'ldi. Bitta orqa detalda, orqada kirilloda petno bor ekan, bitta kirillosi almashgan. Nech pul buning narxi aka? 9000 kam bor. 9000 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi hali? 8200 qilishdi bergan. 8200 dollargacha pul ko'ribdi. Nasib bo'lsa shunga qarab aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi? Yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. Hujjatlari generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamingiz? Telefon raqamim 91 kodi bilan 601 3903. 3903 601 3903. Aloqaga chiqarasizlar azizlar. 2019 175 ming kilometr bosib o'tgan. Bitta shu oldi kirillo almashgan ekan, orqa kirillosida petno bor ekan. Xo'p azizlar, navbatdagi Cobaltimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan oqidan. Mexanika bu. Mexanika. Motor ходовой коробkalari? Ishi yo'q, zo'r. Ishi yo'q. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Xo'p. Balon holatlari yaxshi. Mashina 2-paysada mana yurganini ham ko'rib olinglar. 113 ming. Kovri bor, linonim qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Yangi holat. Yangi holatda, minishga tayyor holatda mashina, gazlari bor. Orqa salonlari mana tonirovkalar tortib qo'yilgan. Gazi 90 talik temirmi? Sapas salon dam kiratgich, pollari mana. 113 ming yurganmidi? 113 ming kilometr bosib o'tgan 2019. Kraskasi bitta oldi kirilloda. Petno. Pulni necha pul aytsak bo'lishini? 8900 bo'lishi. Kami yo'qmi? Kami yo'q. 8900 dollar bo'lish deb aytayapti akam. Hali sizlarni ham o'zini ham ora qilmasdan bo'ladiganini aytib qo'yapti. Faqat naqqa sotiladimi? Generalniy bo'ladi? Generalniy bo'ladi. Bu telefon raqamingiz 94 lik 880 880 0555. 0555. Barter ham bormi? Faqat sotilar ekan azizlar. Aloqaga chiqarasizlar. 2018 navbatdagi Cobaltimiz 4-paysada avtomat korobka. Bu ravon qilinganmi, o'zi ravonmi? Yevromi? Avtomat korobka. Mana ABS bor, konditsioner bor, 4-paketli metan gazlari bilan. Yurgani qancha? 111 ming kilometr bosib o'tgan. Motor ходовой korobka? Zo'r. Buni rasvoti ham oz adashmasa. Benzin rasvoti. Yevroni rasvoti oz deyshadi. 111 ming yurgan. Mana sidina bagiriflari bor, kovri bor, linonim qilingan. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p. 90 talik temir metan zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. To'g'risi yevrani minusini ko'rmaganman, faqat plyusda bo'ladi. Yili balandlar. Endi eskilarda to'g'ri ABS yo'q yoki konditsioner yo'q chiqqan, lekin yili balandlarning yevralari faqat plyusda hozircha. Ya'ni sidina abagirifi bor, rasxotlari oz.
2018 111 ming yurgan, 4-paysi yevro. Kraskasi Nari burchaydi. bitta detaldami? To'liqmi, petnomi yo'q? Bo'ldi. Bitta eshikdan Ha, necha pul narxi aka? 9200 deyapsiz. 9200 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi buni? 8,5 ming dollargacha pul ko'ribdi. 9 pasda bitib ketadi, xudo xolasa aka. Xo'p. Nasiyaga-chi bu? Buni nasiya yo'q, tankga beradi. Bo'ldi. Sizga naqd pul qilib bersa bo'ldi bunga. Generalli chiqadi. Chiqadi. Xo'p, telefon raqamingiz 99 99lik 254 254 74 74 04 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2023 dan davom etamiz. 4-pozitsiyada avtomat korobka, oqidan yurgani 61 ming kilometr bo'libdi. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Ekonomizlari. Xo'p. Balonlarni ko'ringlar. Ha, bo'ldi, ochildi. Aka, motor hadovoy korobka zo'r deb ko'rsatilyapti. 61 ming kilometr bosib o'tgan. 4-pozitsiya multirol. Mana monitor qo'yilgan, kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Yevro varianti ekonomizlari bor. Sidinasi neda bunda? 90 ta temir. Zapas balonlari bor, dam kiratgich. Ideal holatda mashina. Xo'p, yili balandni so'raganlarga 2023 61 ming kilometr bosib o'tgan, oqidan, kraskasi Toza. 100% toza. 100% toza. Necha pul narxi aka? 11200 deyapti. 11200 dollar kelishiladi. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Bo'ldi. Necha pul sir bo'lmasa? 10700. 10700 gacha pul ko'rdi. Xo'p, nasiya barter yo'llari bormi? Yo'q, barter qilmaymiz, nasiyaga bir oyga kelishaveramiz. Bo'ldi. Qisqa muddatga biror joydan pullar keladigan bo'lsa, bir oygacha kelishaverar ekan. Telefon nomeringiz 94 880 0555. Aloqaga chiqarasizlar. 2023 61 ming yurgan. 2013 navbatdagi Cobalt'imiz azizlar, 2-pozitsiyada oqidan 360 ming kilometr bosib o'tgan ekan. 2013da dekabr oyida chiqqan ekan. 2-pozitsiyani ABS yo'q variantidan, konditsioneri bor, gazlari bor. Pakelini, konditsionerlar ishlaydi. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Tana, balonlarni ko'ringlar. Xo'p. Salon holatlari. Mana 361 ming yuribdi. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollar o'rtacha holatda. Buni bagaj holatlarini ham ko'rsatib beramiz. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p. Gazi 75 talikmi? Kimi 13 360 ming yurgan 2-pozitsiya. Kraska qanaqa aka? Kraskasi 20%. 20%. Ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? O'tmagan ichiga. Necha pul narxi aka? 6000 dan tushirib beraman. 6000 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Beraman. Bermaganim ham bo'lyapti. Bo'ldi. Xo'p. Sizni orqali chiqaversin, tushirib beraman. Tushunarli aka. Xo'p. Nasiya barter yo'llari-chi? Kelisha olamiz, lekin nasiyaga bera olmaymiz. Nasiyaga bermaysiz. Hujjatlari generalniy bo'ladi? Hamma hujjati bo'ladi o'zimiz. Telefon raqamingiz 94 94 561 561 0011. 0011 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. 6 kami bor dedingiz aka? 6 deyapman, siz anaqa o'tib beraman. Bo'ldi, 6000 dollardan o'tib berilarkan aloqaga chiqarasizlar azizlar mana. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz oqidan. Yurgani qancha buni? 4700 kilometr. Yangi mashina ekan azizlar, 4700 kilometr bosib o'tibdi. Gaz o'rnatilmagan. 4-pozitsiya. 4. 4-pozitsiya. Balonlari yaxshi holatda. Bu zavod holatdami aka? Zavodskiy holatda. Zavodskiy holatda turibdi mana. 4700 kilometr bosib o'tgan. Tozami? Toza. Xo'p, 2024 4700 kilometr bosib o'tgan, kraskasi toza. Nech pulga beramiz aka buni? Buni 11700 dan o'tib beramiz. 11700 dan o'tib beramiz. Savdo qilmadingizmi bunisiga? Yo'q, savdosi bo'lmadi. Xo'p, naqd pulga sotiladi deyapsiz. Biror oyga kelsa bo'ladi. Yetmay qolgan summasi bo'lsa. Generalniy davenizchi. Chiqaveramiz aka. Bo'ldi, nomer aytib berasizmi bunga? 94 880 0555 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. 2024 azizlar. Yangi Cobalt so'raganlarga 2025 chiqibdi. 80 kilometr bosib o'tgan ekan.
Zavod holatida turibdi bu. Zavod holatida. 81 kilometr bosib o'tgan 2025. Yangisini so'raganlar ham bor edi. Xo'p. Narxi necha pul buni aka? 12,5 ming dollardan o'tib berasiz. Xo'p, faqat naqd pulga sotiladi? Banka ham qilib beraman. Bo'ldi. Generalni chiqam chiqmaydi? Generalni chiqadi. Nomeringiz? 33 33 249 07 249 07 00. Aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. 2025. 2018 dan davom etamiz. Oqidan mexanika so'raganlarga. Yurgani qancha aka? 432 ming yurgan. Propan gazlar bor. Xo'p, 432 ming kilometr bosib o'tibdi mashina. ABS bor, konditsioner bor, 4-paketli propan gazlari bor. Motor ходовой коробка? Zo'r, hamma Motorlari qilib qo'yilgan-a? Balonlarni ko'ringlar. Xo'p, salon holatlari aytib o'tganimizdek, ikkinchi paysi mexanika 432 ming yurgan mana. Xo'p, buni orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. talik 4-paketli propan. 2018 432 ming yurgan ikkinchi paysi. Ha, 2019 ha? 2019. Kraskasi qanaqa aka? Buni kraskasi aka yili 19 Mhm. 24 rama bosilgan. Mana to'rala eshik, orqa kapot 19 radno. Mhm. Puli-chi aka? Puli 7,5 ni o'tib beramiz. Puli yengilroqni so'raganlarga mana 7,5 ni o'tib beramiz. kuzov almashgan bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, ramasi almashgan, qolgan joyi radno o'zi. Bo'ldi. Faqat naqd pulmi? Ha, naqd aka. Nasiya barterlari yo'qmi? Yo'q, yo'q. Generalni bo'ladimi? O'tkazib olish shart. Nomiga o'tkazib olish kerak. Telefon raqamingiz? 88 88lik 990 990 49 90. 49 90 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p azizlar, yana bitta yangisidan 2025 salondan bozorgan bu. Salondan bo'ldi 2 kun bo'ldi. Gaz qo'yilmadi. Qanday zavoddan chiqqan bo'lsa shunday turibdi. Style. Xo'p, style varianti bo'ldi. Bu narxi necha pul buni aka? 12700 ozgina kam. 12700 ozgina kami bor. Faqat naqd pulga berasizmi yo imkoniyatlari bormi? Nasiya, barter. Naqdga beramiz, endi bank qilib bersa bo'ladi. Bo'ldi, sizga naqd pul qilib bersa bo'ldi ekanda. Ha, Xo'p, telefon shumi raqam? shu 97 kodi bilan 580 24 40 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Yangi Cobalt so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. 2021 so'raganlarga navbatdagi Cobaltimiz 4-pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani 35 ming kilometr ekan. Xo'p. ABS bor, konditsionerlari bor. Bunga gaz qo'yilmabdi. Balonlarni ko'ringlar. Xo'p, mashinaga tonirovka tortib qo'yilgan ekan. 8 oyga ruxsatnomasi qolibdi. Shumka polnimi eshikdami? eshiklarda, tomlarda bor. To'rala eshikda, tomida shumka mana. Yurgani 35501 kilometr. Xo'p. Orqa salonlari. Sidina abagrev bor. Ha, bu yevrami? Sidina abagreflari bor ekan. Xo'p. 2021 35 ming kilometr bosib o'tgan 4-paysi Sidina abagreflari bor, hamma narsasi bor ekan. Kraskasi tozami aka? Toza. Narxi necha pul buni? 10700 ozgina. 10700 ozgina kami bor, faqat naqd pulga sotiladi, ha? Bankda bo'ladi. Xo'p. Generalni chiqami? Bo'ldi. Buni nomer shu yozilgan, ha? Bo'ldi, hozir aytib o'tib ketaman, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 97 kodi bilan 580 24 40. 97 580 24 40. 2021. Bu 2021 ga 22 ekan-a? 2021 ga 22 35 ming kilometr bosib o'tgan. Navbatdagi Cobaltimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyasidan oqidan yurgani qancha? 106. 106 ming kilometr bosib o'tibdi. Xo'p, ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Ekonomizerlari. Motor ходовой korobkasi zo'r.
sumka yo'q ekan. Salon holatlari. Xo'p, mana yurgani 106 ming kilometr ekan. Kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Bagajni ham bir qator ochib ko'rsatib beramiz. Aka, buni pulti o'zingizdami? Mas klient bilan gaplashyapti. Pulti o'zingizdami? Bosib o'raverasizmi bagajni? Bagaj holatlari azizlar 90 talik temir metan gaz, zapas ballonlari bor, damkiratgich, mana choklari butun. Xo'p, 2023 Cobalt so'raganlarga 106 ming kilometr bosib o'tgan 4-pozitsiyada, oqidan kraskasi Top-toza. 100% toza. Petnosi ham yo'q, ha? Necha pul narxi aka? Narxi 10,5 ming ekan. 10,5 ming kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Bugunmi o'tgan bozorni? Bir pachka. To'g'riga bermadingiz 10 ga. Qo'shganga xudo xolasa chiroyli qilib. Xo'p, nasiya barter yo'llari-chi? Nasiyasi ham bor, 5-6 ming puli bo'lsa. 5-6 ming bo'lsa, kelishilgan holda endi kelishasizlar. Hozir batafsil ma'lumotni olsam, to'liq nech puldan, qancha desam, video bilan cho'zilib ketadi. Nasiya bor ekan, 5 ming 6 ming bor odam bir qator telefon qilib akamiz bilan gaplashib ko'raveradi. Hujjatlari generalni chiqadi? Yo'q, o'tkazib Nomiga o'tkazib olish kerak. Telefon raqamingiz? 99 99lik 254 254 74 04. 7404. Shu o'rinda azizlar bir narsani eslatib o'taman. Ko'pchilik generalniy davenskiy unamay qo'yapti. Sababi muammolar yuzaga kelyapti. Generalniy bergan odam atmay qo'yapti, bilmadim, nimadir bo'lyapti. O'rtada turgan odam xijolat bo'lib qolyapti. Shu sababdan iloji boricha nominglarga o'tkazib olganinglar ma'qul. Xo'p, azizlar, mexanika so'raganlarga yili balanddan 2023 17500 kilometr bosib o'tgan 2-pozitsiyada. Xo'p, metan qo'yilmayapti hali gaz. Yo'q, gaz qo'yilmaydi. Xo'p, 2023 da 2-pozitsiyasi. Ko'pida ABS yo'q chiqdi, o'z xabaringlar bor mexanikalarda. Ballonlari yaxshi holatda. Salon holatlari mana 18 ming kilometr bosib o'tgan, kovri bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari mana zavod holatida izlar. Xo'p, 2023 18 ming kilometr bosib o'tgan. Kraska tozami? Toza u, toza. Toza. Narxi necha pul buni? Buni 11,5 mingdan o'tib beramiz. 11,5 mingdan o'tib beriladi. Xo'p. Bermaganinglar bo'lmadimi? So'rashdi bozor, ha. Bo'ldi. Nasiya barter yo'llari-chi? Bor. Kelishiladi. Generalniy bo'ladimi? Chiqadi generalniy ham. 3-4 oyga nasiya savdo ham chiqaveradi. Necha pul bo'lishi kerak kamida oldindan? Iloji bo'lsa ham pul bo'lsa ham 50-60% puli bo'lsa chiqaveradi. Telefon raqamingiz? 99lik 99lik 020 020 66 60. 66 62 aloqaga chiqaverasizlar.